Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Zaburgan shahrida Rayhon bozorining yanında Gidra avtodorojniy o'qishlarimizning yanında 4 qavatli domimizni ikkinchi qavatında bir xona sotib olib eshiklarimiz almashgan ekan. Bu o'rta pod'ezd bo'lgani uchun giraverishda chap qo'limizda ishning местasi bor endi. Ko'p odam kuxnini ichiga ko'chirib kuxnini esa detskiy xona qilib qo'yadilar. İkinci kavatta birimiz zal. Bir yan tarafımız açık balkon. Balkonda iyi ekan. Bir yanımız lastikçi dükkan, bir yanımız yine Mirza Gamburg. Bir yan tarafımız Rayhon bozor. Rayhon bozor ham yaqin. Bir xona 30 kvadrat ekan. Bir yanımız sanuzel. Suv, gaz, suyetlerden muammo yok. Marşrutlardan, mektep bakçalardan muammo yok. Xolodilnik qoladi ekan. Gaz plitamiz bor. Oyoqdayimiz döşalinib turibdi. Bahası 235 milyon so'm aziz yurtdoshlar. Ekrandagi nomerlarga chiqaverasizlar. Sog' omon bo'linglar, ishlaringiz omad.